Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida yozgi ta'til davrida oliy va kasbiy ta'lim muassasalari, akademik litseylar talaba va o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha vatan bo'ylab sayohat qilish shiori ostida turizm maskanlariga tashriflar uyushtirish belgilangan. Shu ma'noda O'zbekiston Milliy universiteti tashabbusi bilan Jizzax viloyatining Arnasoy tumani Aydar Arnasoy ko'llar tizimida Arnasoy biz bilan jonlanadi shiori ostida yoshlar turizm festivali tashkil etildi. Yoshlar turizm festivali talaba yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, sportga bo'lgan qiziqishlarni oshirish, milliy qadriyat va an'analarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish hamda jamoaviylik ruhini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida o'tkazildi. Festival davomida talabalar o'rtasida plyaj futboli, plyaj voleyboli, estafeta, kamondan o'q otish, arqon tortish va boshqa shu kabi sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Biz bu musobaqalarda faol ishtirok etmoqdamiz va tabiat qo'ynida bu musobaqalar juda chiroyli o'tmoqda. Festival tashkilotchilariga juda katta rahmat. Bugungi yoshlar festivali biz yoshlarga juda ham ko'tarinki kayfiyat, yangi do'stlar ortish imkonini bermoqda. Bugungi festivalning Tuzkon ko'li sohilda bo'lib o'tayotgani ham biz talabalarga o'zgacha kayfiyat va bugungi festivalga o'zgacha shukuh bag'ishlamoqda. Bundan tashqari iqtidorli talabalar tomonidan milliy qadriyatlarimizni ifodalovchi qo'shiqlar va badiiy chiqishlar namoyish etilib, ishtirokchilarga yuqori kayfiyat ulashildi.